Bugun o'sha mashhur 5 bola buildings qurgan uylardan biriga kelib turibmiz. Ushbu uyga keldim-u, ko'rib hayron qoldim. Bomba. Dizayn go'zal. O'zlarining logotiplarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy ikkitadan liftlar, zamonaviy lyustralar, azizlar, kirish atmosfera, mramorlar. Eng yana afzalliklardan bittasi xavfsizlik ham ta'minlangan. Kelgan har bitta insonni yozib turgan kameralar. Xudo saqlasin, yong'in chiqadigan bo'lsa, yong'inni bartaraf qilish uchun yong'in xavfsizligiga mana bunaqangi qutilar, огнетушительlar qo'yilgan va eng yana zo'rlaridan birini aytaymi, mana bu koridorga kirganingizda ushbu koridorda qarang, qanaqa go'zal. Eshiklarini aytmaysizmi? Eshigini qarang azizlar, eshiklari ham hamma zamonaviy eshiklar qo'yilibdi. Mana bunaqangi отпечаткада ochiladi. Qarang azizlar, zamonaviy, sensorli. Ushbu 5 bola building Marlon Eko shaharda qurgan binosining 16 qavatli uyning 7-qavatida bir birodarimiz uy sotib olgan ekan. Mana shu uyni pul zarur bo'lib sochishlikka muhtojlik sezyapti. Kimga zarur bo'lsa, juda ham arzon narxda berib yuboraman, deyapti. Batafsil ma'lumot olishlik uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.